Agar vaqt qatlamlardan iborat bo'lsa, Afrosiyobda siz 2700 yil ichida yurasiz. Bu yerda har bir metr ostida boshqa bir Samarqand yashirilgan. Bugungi kunda Afrosiyob hududi 219 gektarni tashkil etadi va bu yerda 100 yildan ortiq vaqt davomida arxeologik tadqiqotlar olib borilgan. Arxeologlar bu yerda 11 ta tarixiy qatlamni aniqlagan. Har bir qatlam esa boshqa bir davrning hikoyasini saqlaydi. Miloddan avvalgi 8-asrdan boshlab o'rta asrlargacha. Mana shu oddiy ko'ringan keramika buyumlari esa san'at tarixining ham bir qismi. Chunki san'at faqat saroy devorlarida yaratilmaydi. Kundalik hayotda ishlatiladigan buyumlarning shakli, naqshi va ishlanish texnikasi ham o'z davrining estetik qarashlarini aks ettiradi. Afrosiyobning eng qiziq tomoni shundaki, siz bu yerda tayyor tarixni ko'rmaysiz. Siz tarix qanday kashf etilganini ko'rasiz. Ba'zi shaharlarda tarix kitoblarda saqlanadi. Samarqandda esa tarix hanuz yer ostida yashamoqda.